Do'stlar, qadrdonlar, gostitsani hamma eshitgan. 3 yulduzlik, 4 yulduzlik va 5 yulduzlik gostitsalarda juda ham ko'pchilik dam olgan. Qadrdonlarim, nima uchun 4 yulduzlik, 5 yulduzlik deydi? Asli 4 yulduzligi bilan 5 yulduzlik hattoki ko'rinishi ham bir xil bo'ladi. Lekin qadrdonlarim, 5 yulduzlik o'zini suvga qaragan tomoni bilan 5 yulduzlik bo'ladi. Bu degani bir tomoni suvga qaragan joy 5 yulduzli gostitsa hisoblanar ekan. Ijaraga ajoyib bo'lgan bino topdim. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Do'stlar, qadrdonlar, barchaga assalomu alaykum. Biz Zolotoy Uchqo'rg'on jamoasi yana sizlar uchun qidirib yurib ijaraga ajoyib lokatsiyadan joy topdik. Qadrdonlar, bu joyi men sizlarga bir chekkadan tanishtirib chiqaman. Ko'rishingiz mumkin, daryoni bo'yida Norin kafeni yonginasida shundoq bo'lgan 3 qavat bo'lgan bino ijaraga beriladi. Ma'lum bir qismi. Ma'lumot o'rnida bir narsani aytib o'taman. Bu tomon sizlar uchun 10 kun ichida chiroylikgina qilib, traventin qilib, oldi fasadini chiroylikgina qilib remont qilib qo'yishadi. Bu tomonni mansard qismida ham, ikkinchi qavatida ham, birinchi qavatida va podval qismida ham barchasida kanalizatsiya turbalari ulangan hamda 3 faza to'ki bor. Hozir bu joyni birgalikda ko'ramiz. Qadrdonlar, siz agar biznesmen bo'lsangiz, bu tomonda kattagina 160 kvadratli podvali bor. Podval bilan ikkinchi qavatni va mansard qismini ijaraga berishimiz mumkin. Agar kattaroq biznesmen bo'lsangiz, birinchi etaji, ikkinchi etaji hamda mansard qismini berishimiz mumkin. Yo'q, menga faqat ikkinchi etajini o'zi kerak desangiz, biz birinchi etajni bu tomonda gipsokartonda chiroylikgina qilib bo'lib, bu tomonga umuman sizlarga xalaqit qilmaydigan holatda bo'lib berishimiz mumkin. Azizlarim, bu tomonni ko'ryapsizlar, ikkinchi qavatga chiqish qismlari, ko'ryapsizlar, lestnitsalari ham juda ham udobna, unaqa qiyin lestnitsalardan bo'lmagan. Juda ham planirovkasi zo'r joy. Qadrdonlar, ko'ryapsizlar, kattagina tevasi 2 kvadrat bo'lgan joyimiz ijaraga beriladi. Xo'p, azizlarim, ko'ryapsizlar, bu tomonda xonalari ham juda ham ko'p xonalar bilan joylashgan, lekin bu tomon devori yuradi. Xohlasangiz katta xona qilishingiz mumkin. Bu tomonni qanaqadir ofis qilasizmi? Bu tomonda ham ofis qilingan. Agar siz ko'p yillik shartnoma bilan ushbu joyni ijaraga oladigan bo'lsangiz, ushbu do'kon rahbariyat tomonidan siz azizlarni biznesingizga moslab devorlarini olib, kattagina xona qilib, remontlarini ideal qilib berishadi. Qadrdonlar, ko'ryapsizlar, xonalari juda ham ko'p. Umumiy hisobda bitta etaji 2 kvadrat, ya'ni ikkinchi etaji 2 kvadrat, birinchi etaji 160 kvadrat va podvali ham 160 kvadrat. Bu tomonda mansardi bor. Xohlasangiz mansardni ham olishingiz mumkin. Qadrdonlar, Zolotoy Uchqo'rg'on jamoasi siz azizlarga yomon narsa tavsiya etmaydi. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin pastdagi raqamlarga. Manzil Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Bozorboshga ketish yo'li hamma biladi. Bozorboshga ketayotganingizda masjiddan o'tasiz, o'ng qo'ldagi 3 qavatli katta bino, mo'ljal Norin kafesini yonginasida daryoni bo'yida joylashgan joyimiz. Agar sizga biz tushuntira olgan bo'lsak, yoki podval qismi yoki birinchi etaj qismi xuddi shu do'kon egalariga qolishi shart, chunki o'zlarini bu joyda xo'jalik mollari, ya'ni qo'zmaklari bor, o'zlarini biznesini bu yerda yurg'izishadi. Lekin siz o'ylagandaqa qilib remont qilib, ikkinchi qavatni yoki mansard qismini yoki podval qismini berishlari mumkin. Kattaroq biznes boshlamoqchi bo'lsangiz, podval qismini o'zlariga olishadi. Qolgan umumiy hisobda hisoblaganda 3 qavat qismi, birinchi qavat, ikkinchi qavat, mansard qismini olishingiz mumkin. Agar video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib obuna bo'lishni unutmaysizlar. Qadrdonlarim, siz olmasangiz, siz kim biznesmenligini bilasiz, kim joy qidirib yurayotganini bilasiz. Men bir kishi emas, sizlar ko'pchiliksizlar. Bu videoni barcha yaqinlarga tarqatib tashlaymiz. Zolotoy Uchqo'rg'on uchun maxsus va ushbu joyda biznes boshlayman degan qadrdonlarimiz uchun maxsus. Salomat bo'lasizlar.